Xo'p, demak, ilmiy matn Saturn haqida ekan va testlarimizni tekshirishni boshlaymiz. Matn mazmuniga mos to'g'ri shakllantirilmagan gapni aniqlang. Bundagi to'g'ri javobimiz D. Saturnning o'rtacha zijiligi juda past bo'lib, shu xossasiga ko'ra u Quyosh tizimidagi eng og'ir sayyora hisoblanadi, deyapti. Mana bu yerda Saturnning yer og'irligi yerning og'irligidan 95 marta katta, ammo Saturnning o'rtacha zijligi juda past bo'lib, shu xossaga ko'ra u Quyosh tizimidagi zijligi suvdan yengil bo'lgan sayyoradir, deyapti. Bunda eng og'ir sayyora deb qo'ygan, xato ketgan. 19. Matn mazmunida aks etgan ma'lumotni aniqlang. Matn mazmunida aks etgan, mana bu Yelena yozilmagan, mana bu xato, 150 daraja ham xato, D javob to'g'ri. Saturn asosan gazlardan iborat bo'lib, qattiq yuzaga ega emas. 19 D javobimiz to'g'ri. 20. Matn mazmuniga mos ifodalanmagan ma'lumotni toping. Xo'p, B javob to'g'ri. Saturn atmosferasi asosan asetilin va etandan iborat degani xato. Uni atmosferasini mana bu yerda Yelena yo'q edi. Yo'ldoshlar, tabiiy yo'ldoshlar haqida yozganda. Xo'p. Atmosferasi qayerda edi-ya? Xullas, atmosferasi metandan, mana Saturn atmosferasida past temperaturada ham muzlamaydigan metan va ammiak topilgan degan. Bu yerda esa asetilin va etandan iborat degan xato ketgan. 21. Titan haqidagi qaysi ma'lumot to'g'ri emas? D javobni olamiz. Titan shakli va hajmi jihatdan Merkuriy bilan tenglashadi degani xato. Mana biz hozir Titan keyingi ikkinchi Quyosh tizimida, ya'ni Titan, ya'ni Saturnning eng katta va Quyosh tizimining Ganimeddan ikkinchi katta yo'ldoshi Merkuriydan kattaroq bo'lib, Quyosh tizimidagi atmosfera yagona tabiiy yo'ldoshdir deyilgan. Tenglashilmagan, kattaroq bo'lib deyilgan. Yana o'zimiz hozir ko'rib chiqdik. Mana kattaroq bo'lib deyilgan. Xo'p, 22. Qaysi raqamlar ko'rsatilgan gapning mazmuniy tuzilishida birinchisida? Nega deganda, mana bu yerda aytib ketyapti. Quyosh sistemasidagi 9-katta sayyoradan biri Quyoshdan uzoqligi bo'yicha 6-sayyora deyapti. Mana bu yerda Saturn Quyoshdan uzoqligi bo'yicha 6-sayyora, 2-sayyoradir deb yana shuni nima qilyapti? Qaytarib ketyapti. Mana Yupiterdan keyin 2-o'rinda degan joylarni qaytarib ketyapti. Demak, to'g'ri javobni A deb olamiz. Badiiy matn, Vali Ne'mat Hajviya o'qib chiqqan bo'lsangiz, testlarimizni yechishni boshlayveramiz. 23-savol. Bir raqamlar ajratib ko'rsatilgan qismda tasvirlangan qahramon holati qaysi javobda berilgan? Bir raqamini topamiz. Biroq men uylanmoqchiman, janob oliylar. Boshqa yerda uylanasiz, menikida emas. Mening jiyanimga bo'yingiz yetmaydi, marhamatli afandim. Uning tengi emassiz deganida bu nimani aytgan, deyapti. Bunda u A variant. Yigitning hech ikkilanmay aytgan gaplari, bu gaplardan xabardorligi uni larzaga soladi, deyapti. Qahramon qaysi qahramon holati? Shu ajob to'g'ri. 23da. 24. Ikki raqamlar ajratib ko'rsatilgan gapda qanday uslubiy ma'no ifodalanadi? Demak, 2ga qaraymiz. Takror ayting, nima dedingiz? Allanechuk chirsildoq tovushda dedi general. Qaddini bukkancha, misoli g'azab qo'zigan erkak g'ozdek yonimga kelib zipillab keldi. Qaytar dedim, yaramas. Xo'p, bunda manmanlik, bepisandlikni ufurib turibdi. 25. Shmigalov obraziga mos beta'rif berilgan javobni toping. S javob. O'z vasiyligi ostidagi jiyanining mol-mulkiga xiyonat qilgan ochko'z kishi. 26. Kuyov obrazi haqida berilgan qaysi izoh unga mos emas? D variant mos emas. Badavlat xo'jayinning jiyanini sevsa-da, boylikka ruju qo'ymagan mehnatkash kishi, yigit. 27. Asar haqida berilgan qaysi fikr xulosa sifatida ham olinishi mumkin deyilyapti. D ni olishimiz mumkin.
Tayyor mol dunyodan ko'ra mehnat evaziga halol ishlab rizq nasibalarini topadigan insonlar ham ko'p bu hayotda deganni olishimiz mumkin edi. Xo'p, ana endi g'azalga keldik. Demak, o'razin ko'rdim nihon ashq eladi sirrimni fosh. Yashirun qolmas o'g'urluq uy arokim bo'lsa yosh. Demak, seni yuzingni oraz yuz nihon ko'rib, ya'ni yashirin ko'rib, seni yashirinlikda ko'rib, meni ko'z yoshim sirimni fosh aylab qo'ydi. Yashirun qolmas o'g'urluq uy arokim bo'lsa yosh. Demak, o'g'irlik qilgani bilan, o'g'irlikdek yashirin bo'lgani bilan nima bo'lib yashirin qolmaydi. O'g'irlik bo'lsa ham yashirin qolmaydi, yosh ko'z yoshidan aytyapti. Zulfi sarkashlik qilur har necha oy cheksa qat, soya garchi qisqarur doim biyik bo'lg'och quyosh. Xo'p, demak biz savollardan kelsak bo'ladi. G'azal matlasi haqida noto'g'ri hukmni toping. Yor yuzini pinhona ko'rgan oshiq bu holni o'g'irlikka qiyoslaydi deyapti. Bu to'g'ri. Pinhona ko'rgan oshiq, mana yashirin qolmas o'g'irlik uy arokim bo'lsa yosh. Demak, bu to'g'ri ekan. Noto'g'risi kerak bizga. O'g'irlikka tushgan kishi yorni ko'rib nimaga kelganini unutib qo'yadi. Mana shu xato. Bu xato. 29. Ikkinchi bayt mazmunida aks etmagan fikrni aniqlang. Yor istiora vositasida oyga o'xshatilgan. Xo'p. Zulfi sarkashlik qilur har necha oy cheksa qad, mana oy istiora bo'lgan. Ya'ni oy cheksa qad, ya'ni qaddini ko'tarsa oy deb mana yorni aytyapti. Istiora bor. Sochning tashxis san'ati asosida jonlantirish kuzatilgan. Xo'p. Zulfi sarkashlik qilur har necha oy cheksa qad, soya garchi qisqarur doim biyik bo'lg'och quyosh. Zulfi sarkashlik qilur. Sochi beboshlik qiladi. Har o'sha oy yorim qaddini ko'tarsa beboshlik qiladi deyapti. Tashxis san'ati. Xo'p, bu ham borga o'xshayapti. Qani? Demak, 29. Quyosh kengaygani sayin soyaning qisqarishi bor. Bu to'g'ri. To'g'ri. Xo'p. Yorning sochi oy va quyoshni hijolatga qo'yadi. Yorning sochi oy. Xo'p, yorning sochi oy va quyoshni hijolatga qo'yadi. Yo'q, bu taqiq qilinmagan. Bu berilmagan. Mana shu javob 29 ni D javobini olamiz. Lekin uzr, bu yerda B variant belgilanib ketilgan ekan. 29 da buni xato deb olamiz. D variantimiz to'g'ri. Chunki yorning sochi oy bilan quyoshni hijolatga qo'ymayapti-da bu yerda. To'g'rimi? Xo'p, 39. Qaysi baytda tanosub, tajnis va tazod san'atlaridan qo'llangan? Xo'p, birinchi baytda tazod ko'rmadim. Xo'p. 7-baytni ko'ramiz. Ey Navoiy dayr aro tutsa oyoq ul mug'bacha, nush etib olma oyog'idan uning o'lguncha bosh. Bosh, oyoq tazod. Va oyoq olma bir shu o'rinda nimani beradi? Tanosubni ham beradi. Tanosub yana nima so'radi? Tajnis, jinsdoshlik. Dayr aro tutsa oyoq ulbacha, nush etib olma oyog'idan aning o'lguncha bosh. Nush etib olma oyog'idan aning o'lguncha bosh. Mana bu bosh so'z ekan. Tajnis, jinsdosh so'zlar deganda bittasida mana dayr aro tutsa oyoq ulbacha, oyog'ini qo'ysa, nush etib olma oyog'idan aning o'lguncha bosh. To'g'ri javob D. Bu yerda 7-baytda tajnis ham bor deyilgan. Mana shu menimcha bosh so'zida tajnislik bor. Yoki oyoq so'zi kelasi beryapti nimalikni. Xo'p, 31. Bayt mazmuni to'g'ri izohlangan javob berilgan qatorni toping. 5-bayt.
Ka'badir ko'nglim uyi aylang tavof edardi shavq. Anda mehrob o'rniga yer tutqali ul egma qosh. Xo'p. Ul egma qoshim. Xo'p. 5 ta edi. Egma qosh mana egma qoshim uchun ko'nglim go'yo Ka'badir. Ka'badir ko'nglim uyi. Aylang tavof deyapti ekan. Shuning uchun dard shavqni o'zi bilan olib kelgan deyapti. Ko'nglim Ka'baning uyi, shuning uchun uni tavof qiling. Ey dardu shavq, anda mehrob o'rniga yer tutqali ul egma qosh. Xo'p. Ikkini ham ko'rib, birni ham ko'rib qo'yamiz. Ka'ba misoli ko'nglimning mehrobi yonida yorim ila turganimizda yo'q, yor ila turganimiz deyilmagan. Ey dardu shavq, ko'nglim uyi siz uchun Ka'badir. Unda mehrob oldida yorimni ko'rasiz. Ko'nglim siz uchun Ka'badir. Unda mehrob oldida yorimni ko'rasiz. Anda mehrob o'rniga yer tutqali ul egma qosh. Xo'p, shusi to'g'riga o'xshab turibdi. Ey dardu shavq, ko'nglim uyini Ka'ba tavof aylang. Unda mehrob o'rnida o'sha egma qosh turar. O'rniga yer tutqali ul egma qosh. Egma qosh deb yorim aytyapti. Mana shunda javob to'g'ri ekan. Buni ham 31 da ham biz buni nima deb belgilab ketgan ekanmiz? 31 da A deb belgilab ketgan ekanmiz. A xato. D to'g'ri. 31 da D to'g'ri. 32. G'azalda qo'llangan she'riy san'atlardan qaysi biri to'g'ri izohlanmagan? 32. Tashxis vositasida tosh jonlantirish berilmagan ekan. Tazot harakatlarni oshkor etish izohlangan. Istiyorada yor va gulga to'g'ri. Tanosub Ka'ba, tavof, mehrob tushunchalari bor hozirgi. Tosh jonlantirilmagan 32 ni olamiz.